Do'stlar, mana hozir dvigatelni kameralarni kompressiyasini ko'rib chiqamiz. Mana manometr bor, mana o'lchagich. Shunda ko'ramiz, birma-bir ko'rib chiqamiz. Mana switchlar olib tashlanadi, mana bu mahkam ushlanadi. Ha, bitta o't oldir. Yana bitta. Bo'ldi. Xo'p. 10. Qani yana ikkinchisi. Ha. Yana bitta. Bo'ldi. 10 oshiqroq ko'rsatyapti. Chiqarishimiz. Ha. Ha. Bo'ldi. O'n yarim. Ha, to'xtabdi. Chiqarib tashlamasak, ha. Ha. Yana. Xo'p, necha? 6,5. Yo. Necha bo'ladi? 7. 2, 4, 6, 7 yo'q, orada 7 ekan. Mana 10,5 emas, oldingisi 11 ekan, demak mana 7 oshiqroq. Yana bitta boshqatdan ko'raylik shuni. Ha, yana bitta. Ha, yana. Yana. Bo'ldi. 8 uzoq. Birinchisiga. Yana. Ha. Yana. 10. Maksimum. Qani? Ha. Bo'ldi. 10 oshiqroq. Ha. Yana. Shu 11 bu. Mana o'sisak. Ha. Yana. Bo'ldi. Mana muammo nimada? Damligini sababi bitta o'sha kompressiya yo'q, kamroq. Может, portion bo'lsa, может, klapan bo'lishi mumkin. Hozir yana bitta ko'ramiz. Ha, yana. Mahkamroq kerak. Yana. Bo'ldi. Ha, pas. 6,5, 7 ko'rsatdi. Qolgani bitta 11, 10 oshiqroq, mana ham 10 oshiqroq. Mana shunday o'lchanadi. Demak, mana bu kamerada, mana silindrda, mana birinchisida muammo bor. Может, klapandan, может, shu kolsadan bo'lishi mumkin. Buni endi motoristlar ko'radi yog'ini. Demak, damligi ham shundan bo'lishi mumkin mashinani. Ko'ramiz.